Rozovoy nabor sog'ingan bo'lsa, sizlarga eng yoqimtoy nabor ko'rsatdim, aynan shu rangda bo'ladi. Birinchisiga katta B5 formatdagi bloknot qo'yganman, banner sifat bo'ladi. Ikkinchisi xuddi shuni kichkina varianti, A5 formatda, juda ham qulay bo'lgan, yoningizda olib yurishga ham mimimishniy bo'lgani uchun. Har yili boshida bo'ldi o'zgaraman deb niyat qiladigan qizlar bormi? Menga o'xshab, aynan shu planner siz uchun rejalaringizni, orzularingizni, xayollaringizni tartibga solish uchun zo'r bloknot bo'ladi. Faqat 1 yilga yetmasa ham, lekin zerikunish yetadi aniq. Ular yozishi uchun ham to'liq nabor qilganmiz. Yarmi rangli ruchkalar bo'lsa, bir yon tarafi esa polniy flomasterlar. Serdichkali zametkalar ham qo'yganman va kitobli nakleykaning eng qiziqarlisini qizchaligidan qo'yganman. Buning ichida har xil nakleykalar bo'ladi. Gulchalar ham, tabiat ham, hamma narsasi bitta nakleykada mujassam. Zerikmaysiz umuman. Marker qo'yganimga yarasha blyoskali marker ham qo'ydim, yaltirab turadi. Bitta rozovoy ruchka estetichniy va bitta hidi shirin bo'lgan balzam для gub. Naborimiz narxi esa 150 ming so'm. Ha, aytgancha kommentda eng ko'p layk yig'gan obunachimizga mana shu nabor podarkaga bo'ladi.